Dostum aka, mana bizlar do'konda 10 Ramazonda qaror topgan va ko'rishimizcha Ramazonimiz borki inshaalloh voy muborak Ramazonni birlikda o'tirsak, hali o'tirandan so'ng Eid geliyor. Eidda albatta purjosh hammalar ko'p qo'shliq bilan bu yerda bazar o'tyorlar va bu bazarda bizlar Ramazonimiz bor. Yaxshi mallar getirdik. Jins albatta chiziki vasaili mobil xohlasanlar bu yerda bor va sizlarga iroya etamiz, taqdim etamiz. Inshaalloh ki rozani birlikda o'tirib, Eidda yaxshi kunlarimizda birlikda bo'laylik inshaalloh. Sog' salomat bo'ling, Xudo yorlamasin. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar. Bizlar Buruz Xo'jaliku bozoridan necha do'konlardan bizlar guzorish to'ldirsak, tayyor qilsa sizlarni o'zlariga nashr bersak do'stlar. Buruz o'lnamchi moy muborak Ramazon. Bizlar keldik mana bir Nonboy Kavzolda o'zlari. Muhammad Azimman, Xo'jagadan bo'laman, Hojirgashli o'g'li. Nonboy ismim bo'laman. Bu necha yildan beri? Va biz o'z bilgandan shota qismi degan biz o'sha o'z bilgandan ish qismi bor bizlar. Bu moy muborak Ramazonga bu korborlaringiz, bu qancha non o'tkazasiz? Shukr, alhamdulillah, bu yaxshi. Bu moy Ramazonga mardim keladi, yaxshi. Nisbat beradigan o'zida ham ko'p yaxshi bo'lgan. Nomi Xudo bozoriga gap yo'q. Ana ro'g'ani non, katta non, mayda raqam non bor. Shukr, fazli Xudo yaxshi bozorlar. Tashakkur, sog' bo'ling, bizga vaqt berdingiz. Bu Xo'jaliku Bo'stoni binandalariga agar ko'rishlar aytilgan payomingiz bo'lsa. Salomim shuki, Xo'jaga Bo'stoni qo'ytaribgan. Salom aytaman Xo'jaga, mana xizmatkor bizlar qo'ymaygan nomot kerak bizlar xizmatga. Inshaalloh, sog' bo'ling. Xayr bo'ling. Ramazanda sabır var, 700 kat ecir var, bir ayda bir... Ba'zan aziz do'stlar keldik, bir do'kondor Innovavzoldiya. Ko'rasizlar, tasvirga mushohada ham qilsangizlar, bulardan so'raymiz zotlarini ma'rifat qilsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizga yaxshimisiz? Sog'siz, baxir keldingiz. Xo'jaliku Bo'ston safhasidan keldik, bizlar ko'rsatuvni guzorish to'ldirsak. O'zingizni otingizni aytsangiz? Otim Mamador Rajabi deydi, Osiltoni o'g'li Chorli Hoji nevarasi bo'laman. Xo'jaliku do'kondorlik qilaman o'zim. Chorli boboni nevarasi. Nevarasi bo'laman. Burga nima narsa do'kon? Mana shu baqqollik, mana qo'raka va mana moshina bosh zotlar sotib o'tirib shukr, Xudoga shukr. Burga bu tugma ko'rlar hayotchilikda. Hayotchilik asbobi ham bor. Har zotman gugurt, ro'b, sobun, choy zotlar bor. Bu necha yildan beri bu? Men o'zim taqriban 10 yildan beri shu yerda bo'lamda, bu yerda o'zi 40 yil bo'laman shu yil bilan baxar inshaalloh. Do'kon qilgan o'zi. Ha, shu yerda 10 yildan beri bo'laman hamkorman. Xo'p, yaxshi. Qani qismikoringizdan rozimisiz? Shukr bo'lar Xudo. O'ylanchi moy muborak Ramazon. O'ylanchi moy muborak Ramazon. Moy Ramazonga qanday qismikoringiz? Shukr bo'ladi, yaxshi. Men mushtarilarim kelib to'tab shukr, yaxshi mushtarilarim. Yomon emas. Kameraga qarang, bu do'stlar sizni ko'radi. Mana do'st Xo'jaliku safasi, Bo'ston safasi taqquli ko'machilar ko'pdan ko'p salom aytaman va o'ylamchi moy muborak Ramazon deb tabriklayman. Inshaalloh baxar yetgan yetishtirsin Xudo mavzu inshaalloh. Tashakkur, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, xush kelibsiz, sog' bo'ling. لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Ba'zan do'stlar, ba'zan mana bir do'kondor Innovavzoldiga oldi keldik. Do'stlar ko'rasizlar, tasvirga mushohada qilasizlarki, bo'lgan nima narsa sotib o'tirdi. Avval bilan otlarni so'raydi, undan so'ng ma'rifat qiladiki, nima narsa sotadi, kordan ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan o'zingizni otingizni tanishtirsangiz. Tojomad bo'laman, O'g'li Xo'jalidan. Tojomad Innovavz, bizlar mana Xo'jaliku Bo'ston safhasidan keldik. Bu yerga nima kasb-kor qilib o'tiribsiz? Necha yildan beri bu kasb-koringiz bor? Xush kelibsiz aziz Innovavz. Bu ota buvamdan qolgan
rasm rivoji inshaalloh murabbo, halvo, kunjutli, do'kon baqqollik, tarpurishlik. So'zlar chiqmasin, bu o'ylamchi moy muborak Ramazon ham muborak bo'lsin sizga. Hammamizga muborak bo'lsin. Tamom xorijdagi musofirlarga hammamizga. Bu burga nima narsalar sotasiz? Aytsangiz. Burga inshaalloh murabbo, ochor, qatiq, rumi, tarkori, sabzijot. Inshaalloh dedingiz, bu insholarni masalan bir moy muborak Ramazonda sotasizmi? Boshqa vaqtda ham topiladimi? Bu moy muborak Ramazonda mevasi bo'ladi bu. Moy muborak Ramazonga topiladi bu. Qanday bu kasbkoringizdan rozimisiz? Necha yildan beri bu kasbkorlik qilasiz? Shukr, alhamdulillah, fe'lan 4 yildan beri shu kasbkorlik qilamiz. Undan avval ham ota bobolarimiz kasbkor bilan kelyapti. Bu nisholarning kelesini qancha sotib o'tasiz? Kelesini 70 avval sotib o'tiribmiz. Bu moy muborak Ramazonga taxfifingiz ham bordir degan mushtarilaringizga. Baxay nasib bo'lsa, ko'p bo'lsa topiladi. Ha. Qanday bu moy Ramazonga mushtarilar kelishi, bu mana bu vaqt iftori ham bo'lib kelyapti. Baxay nasib bo'lsa ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi, bozorlar xeyli yaxshi. Vaqt berdingiz bu xo'jalik O'zbekiston safhasini ko'rakan kishilarga, do'stlarga, benandalarga aytiladigan payomingiz bo'lsa? Nerede bo'lsa sog' salomat bo'lsin. Ko'pdan ko'p tabriklayman moy muborak Ramazonda. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, bizga vaqt berdingiz. Ha, sog' salomat bo'ling. Ramazan, Ramazan, Ramazan ya Habib, Ramazan. Ba'zan mana bir so'rab ko'rishlik aka o'zlariga keldik. Bulardan so'raymiz zotlarini, o'zlarini tanishtirsa, nima kasbkori bor, qancha yildan beri kasbkor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'jalik O'zbekiston safhasini ko'rakan benandalar o'zingizni tanishtirsangiz, otingizni aytsangiz. Mana Asadilla do'kondarman otim. Xo'p, ko'p hamnoma ekanimizda. Ha. Sog' bo'ling. Bu o'ylamchi moy muborak Ramazon muborak bo'lsin avval. Muborak bo'lsin sizlar ham, ko'rgan yor do'stlar, xorijdagilar, vachilar hammasiga muborak bo'lsin. Bu burga nima narsa sotib o'tiribsiz? Nima do'kondor? Do'kondorlik mana moy Ramazon qurma, ana murabba inshaalloh, ana tarkori bo'pti. Mana shu xo'rakka burishli birinchi yog', mana shu meva zotlarni bundan namozga ham yaxshi bo'ladi baxir. Mana mevayi shu olib kelamiz, shu zotlarni sotamiz baxir. Do'kondorlik qiladi. Bizaniki endi xeyli yil bo'ldi. Bizani ota boboz do'kondorlikdan o'tib kelayapti. Bir bo'lgandir 40 yil bo'lgandir 40 yil. Yaxshi gap. Burga bu moy muborak Ramazon qanday bu mushtarilarning kelishi, kasbkoringizdan rozimisiz? Shukr, rozimiz. Ko'p yaxshi shukr. Moy Ramazon ko'p yaxshi, savdolar yaxshi shukr, yomon emas. Mana shu mevayi xush bodam va mayiz va mana shu mevayi xush olib kelamiz. Ana mushtarilar halvo, shu zotlar kulcha va kiyik, ana shu zotlarni aziz yurayda baba xayr. Aziz do'stlar, ko'rasizlar, amnomizni, Asad akamizni payomlarini eshitdingizlar. Bu 15 dan sonra bizdan mevani burga olib kelamiz, mushtarilarning xizmatiga deydi. Mushtarilar keling, eshitdingizlar gapini, taxfif beradi. Taxfifini berasiz degan. Ha, taxfif beramiz, ha, beramiz. Taxfif bersak, bu moy muborak Ramazon peshro'yga ham yetib. Bu qanday sonra bu peshro'y etkaz, bu savdo sotig'ingiz tafovut qiladimi boshqa vaqtdan? Tafovutni bo'ladi, ana shu 15 dan narxi qilamiz, 15 dan tafovut bermaymiz, shu bir bay sotamiz. Mushtarlar bu Xo'jalik O'zbekiston safhasini ko'rakan benandalar payomingiz bo'lsa aytasiz. Sog' salomat, sog'lik tilayman, salomatingga ana hammasiga salom, musofir vachalar hammasiga ko'pdan ko'p salom aytaman. Sog'lik. Sog' bo'ling, bizga vaqt bering. Sog' bo'ling. Oyat navoyi Qur'on, shafovu ham rahmat as, xush omad mohi rahmon, shafovu ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz og'am, yaxshimisiz, sog'misiz? Sog' salomat bo'ling. Bizlar Xo'jalik O'zbekiston safhasidan keldik. O'zingizni otingizni aytsangiz, benandalar. Meni otim Nuriddin. Xo'jalik ko'li suvollini do'kondorlardan bittasi bo'laman. Nuriddinjon, siz bu do'kondor manda deysiz. Necha vaqtdan beri bu do'kondorlikda edomasi bor? Necha vaqtdan beri bu kasbkoringiz? Bu 25 yil 30 yil bo'ladi. Otalarimiz olib uyda, biz endi joyi biza. Ko'p yaxshi. Bu moy muborak Ramazonga bu do'konda ishlari qanday? Kasbkoringizdan rozimisiz? Bir ma'lumot bersangiz. Shukr, alhamdulillah, biz rozimiz. Kasbkorimizdan moy muborak Ramazonga ko'p yaxshi. Savdolar ko'p yaxshi bo'ladi, shukr, alhamdulillah. Bu O'zbekiston safhasini ko'rakkan yigitlarga, benandalarga va musofir bachalar, chiroqli va chiqarish aytiladigan payomlaringiz bo'lsa eshitaman.
hech payamiz yo'q. Ko'pdan ko'p salom aytamiz. Bir qassob inog'azondagi bo'rga nima go'sht sotadi bulardan so'raymiz. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Otingizni Assalomu alaykum. Soya xo'jaligidan bo'laman. Otim Naqibilla. Naqibullajon, siz bo'rga qassoblik qilib o'tiribsiz. Bu qassoblikni necha yildan beri qassoblik qilasiz? 8 yil bo'ladi. 8 yil. Nomi Xudo. Bo'rga nima go'sht sotasiz? O'jay, tovuq, mol, qo'y, bor. Bu ro'z dushanba o'llamchi moy muborak Ramazon. Esdan chiqmasin, bu ham sizga muborak bo'lsin. Bundan sonra bu kasb-koringizdan rozimisiz? Bu moy muborak Ramazonga qanday bu go'shtni olishi, mushtarlar kelishi? Xudoga shukr, alhamdulillah ko'pdan ko'p rozimiz. Mana inshaalloh Xudoga shukr mana shu ishlardan bizani sotabda ko'pdan ko'p xushmiz. Kasb-koring bu Boston safasini ko'rayotgan yigitlar, musofirbachalar aytilayotgan payomingiz bo'lsa eshitib o'tamiz. Sog' bo'ladi. Sog' bo'ling. Do'stlar, bozor mana bir qassob akaga keldik. Bu bozorga ro'z dushanba o'llamchi moy muborak Ramazon. Ammo moy muborak Ramazon bozor muborak bo'lsin sizlarga do'stlar. Birinchidan o'zingizni tanishtirsangiz, aziz ko'ruvchilar. Bismillahirrohmanirrohim. Meni otim Abdulxoliq qassob, Qo'zikani qassoblar bo'ylab qoldi. Mana go'sht tashiraman shu. Jon qassob edi. Bu Xoliq aka, siz bo'rga necha yildan beri bu kasb-korni, bu qassoblikni qilasiz? Taqriban 20 yil bundan sonra qassoblik qilaman. Shu bozor Qo'zikaya. Hamma shu go'sht sotaman shu. Bo'rga ne raqam mollar go'sht topiladi, ne raqam go'shtlar? Bu zamon o'jay go'sht bor, qo'zi go'sht bor, tovuq go'sht bor, qo'y go'sht bor, tuya go'sht bor, shu topiladi shu. Shulardan hammasi hamcha bor. Ko'p yaxshi. Bu moy muborak Ramazonga bu mushtarilaringizga taxfif ham berganmisiz? Kilosini qanchadan sotib o'tiribsiz? Moy muborak Ramazonga mana bunda o'jay go'sht 80 beramiz pulda. Qo'zi go'sht 400, tovuq go'sht 240 berib o'tirib mana ko'p murod qilib, murod beramiz. Ko'p yaxshi. Bu kasb-koringizdan rozimisiz? Ko'p rozi kelishi. Ko'p rozi mushtarlar ko'p yaxshi keladi, yaxshi savdo bo'ladi, o'sha yomon emas bo'ladi. Xo'jlik Bo'stonda safasini ko'rayotgan yigitlar, musofirbachalar payomingiz. Bayog'i shuki o'sha tapqish bo'lsa bo'ladi, mana bularni ko'rib shu qishlog'ini ko'rib mana shu yerdan tapqish bo'lsa bo'ladi. Sog' salomat bo'ling. مؤمنان مبارک ای مسلمان آمد ماهی رمضان خوش آمد ماهی قرآن خوش آمد ماهی فرقان خوش آمد ماهی قرآن خوش آمد ماهی فرقان از هر دری ریحان آید نوای قرآن شفا و هم رحمت است خوش آمد ماهی رحمان شفا و هم رحمت است خوش آمد ماهی رحمان این نظم در وصف ماه مبارک رمضان Market Saxizoda. Bizlar qaror topdik bo'rga do'stlar, bulardan so'raymiz. Bu supermarketda qancha vaqt bo'ladi sotgani, o'zlarining otini aytib sizlarga tanishtirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Baxayromisiz? Baxayr bo'ling, sog' bo'ling. Avval bu ro'z dushanba moy muborak Ramazon o'rlamchi ro'zi muborak bo'lsin sizga. Sizga muborak bo'lsin hamchiron. Bizlar mana Xo'jlik Bo'ston safasidan keldik. Bo'rga eshitdik, bir supermarket ochilgan Xo'jlikka. Bu iftixor Xo'jlik bu. Faoliyat yuritayotganimiz bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Xo'p, bu nima bo'rga topiladi? Bu bir ma'lumot bersangiz. Shu yerga masalan zindagilga har narsa kerak bo'lsa topiladi. Kelinga jamiya bir xizmat qilsak mardimga. Ko'p yaxshi. Bo'rga har narsa desa topilgan. Xullas, supermarket bo'ldi. Har narsa bor ekan. Bor, hamma zot bor Bo'rga inshaalloh. bu bir ro'zonami yo 24 soat mardimga xizmat? Ana shu bilan ro'zona inshaalloh Ramazon o'tsa biz 4 soatda ochamiz. Ko'p yaxshi. Bu kasb-koringizdan, bu do'konda ishidan, supermarketdagi siz ochibsiz, bu rozimisiz? Rozi bizlar, xeyli rozi. Qanday mushtarlarning kelishi, Xo'jlik mardimda bu supermarketda ochganingizdan beri? Mardim beri qo'shdi mardim behi masalan xushhol biza do'konda ochdik behi qo'sh mardim. Ko'p yaxshi. Xo'jlikku Bo'ston safasini ko'rayotgan benandalar, chi dohil va chiqar musofirbachalar. Payomingiz bo'lsa, eshitib o'tasiz. Payomimiz shu bachalar, xorijdagilar, vatandagilar hammasiga biza xizmatga biz.